Mana bu do'stimizning ismi hech kim. Hatto janob hech kim ham emas, shunchaki hech kim. Chunki u hozirda kibor qatlamning jannatiga aylangan Toshkentda oddiy dastavshik, ya'ni ovqat yetkazib beruvchi bo'lib ishlaydi. Uni shundoq ham tez kelmading, ovqat sovib qolibdi deb koyib berishadi. Mana bu aka esa hayotining mazmuni moddiy matohlardan iborat. Mashinasini ikkinchi xotiniga aylantirgan Toshkentda kun kechirish qiyinlashayotgan bir vaqtda qaysi yo'l bilan bo'lmasin orttirilgan boyliklari vatandoshdan, fuqarodan va shu xalqni himoyasiga olish kerak bo'lgan qonundan o'zini ustun deb o'ylaydigan inson. Velosipeddagi ukamiz mashinadagi kibor aka va ba'zi boshqa O'zbekistondagi ongsiz shaxslar uchun muqaddas hisoblangan. Avtoterroristlar va lichinkalar jamiyatiga qarashli mashinaga tegib ketgan ko'rinadi. Bunday holatda O'zbekistonda hamma biladiki, ayb doim kambag'alda bo'ladi. Ayb doim janob hech kim, ya'ni velosipeddagi ukamizda bo'ladi. Chunki O'zbekiston jamiyatida status, ya'ni maqomning mojarolarni hal qilishdagi o'rni yuqori. Buni o'zini kibor hisoblagan akalar ham, tirikchiligi kunlik o'tadigan ukalar ham yaxshi bilishadi. Pul, mansab, amal va tanish bilishlar oldida hamma birdek tiz cho'kadi. Bu doimiy jarayon biz uchun muqaddas, o'zgarmas aksiyomadek. Chunki eng boshidan hamda eng yuqoridan o'yin qoidalari shunday tuzilgan. Undanda yomon tomoni akamizning o'zini tutishi. U uchun muqaddas mashinaga qayerdagi qarolning velosipedi tegib ketdi axir. Bu qanday sharmandalik. Boshqa bir kiborning qop-qora qimmat mashinasi bo'lganida ham mayli edi. Akaning o'zlari uzr so'rab ketardilar balki. Lekin qarollar jamiyatda akamizning nazarida hech qanday o'rin tutmaydigan shaxslar. Mashinalariga tegib ketsangiz, qattiq so'kib haqorat qilishlari va hatto urushlari ham mumkin. Ha, bunday bo'lsa rahmat ham kuchsa kerak. Axir poytaxtdagi boylik va maqomlaridan foydalanib qamatib yubormayaptilar-ku. Shunchaki urdilar xolos. Ha, aytgandek, qonun qayerda deysizmi? Yo'q. Qonun faqat qarollar orasidagi mojarolarga ko'proq aralashadi. Kiborlarning ishlariga aralashsa, qonunning ham kovushini to'g'rilab qo'yishlari mumkin. Aslida voqea, ya'ni yo'l transport hodisasi qanday bo'lgan? Aybdor kim? Bu muhim emas. Qonunda mojarolar, qonunni himoya qilish tuzilmalari va sudlar orqali hal qilinishi kerakligi, kim aybdor bo'lsa undiruvga jalb qilish mumkinligi ham muhim emas. Hattoki qonunga ko'ra akamizning so'kishlari ham, tarsaklari ham tanaga qasddan jarohat yetkazish va balki qonundan tashqari tashabbusni qo'lga olib jazo qo'llash, ya'ni samasud bo'lish ehtimoli ham muhim emas. Muhimi, siz O'zbekiston jamiyatida qaysi tabaqaga moyilsiz? Kiborlardanmisiz yoki qarollardan? Mansabdormisiz yoki oddiy mehnatkash? Puldorlardanmisiz yoki qashshoqlardan?